Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Erkin Asır Radiosu'nun 8 may xabar qilishicha, Xitoyning Uyg'urlar qarta irqiy qirg'inchilik yurgizganligi Amerika hukumati, Kanada, Gollandiya va Angliya parlamenti tomonidan birdek bekitilgan bir paytda Türkiye Milliy ma'rif ministrligi Xitoyning Anqara turishliq elchixonasi va Anqaradagi xalqaro bilim, kultur vaqti birlikda xiyolimdagi Xitoy mavzuliq rasm ko'rgazmasi etishi Turkiyada zo'r g'ulg'ul paydo qilgan. Turkiyadagi o'qitish partiyalaridan İYİ Partiyasi parlament a'zosi Fariddun Baxshi 6 may kuni Turkiya Milliy ma'rif ministri Ziyo Selçuk'a xat yozib, mazkur musobaqani bekor qilishni talab qilgan. Türkiye'nin munosabatli qonuniga asosan parlament a'zosi Fariddun Baxshining Turkiya Milliy ma'rif ministriga yozgan bu xatiga qisqa vaqt ichida javob berish kerak ekan. Bulardan boshqa yana ba'zi o'qitish partiyalarining mas'ullari, ommaviy tashkilot mas'ullari, ziyolilar va ammo ijtimoiy taratqular orqali Xitoy Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilib berayotgan bir paytda Turkiya Milliy ma'rif ministrligining o'rta maktab o'quvchilari orasida xiyolimdagi Xitoy mavzuliq rasm chizish musobaqasi o'tkazishini qattiq ayblab, ijtimoiy taratqularda hozir irqiy qirg'inchilik uchrayotgan Uyg'ur xalqini xiyol qilaylik, Xitoyni xiyol qilmaylik. Türk o'smirlar Uyg'urlarga zulm qilayotgan Xitoyni xiyol qilmasin degandek chaqiriqlarni tarqatgan. Turkiya Ma'rif ministrligi va Xitoy elchixonasining qo'llashi bilan Anqaradagi xalqaro ilm va kultur vaqfi 2016-yildan buyon o'rta maktab o'quvchilari orasida xiyolimdagi Xitoy mavzuliq rasm chizish musobaqasi o'tkazib kelmoqda ekan. Bu musobaqada yaxshi natijalarni qo'lga keltirgan o'quvchilarni tanlab, ularni Xitoyning Beijing, Shanxay va Xi'an qatorliq shaharlarga olib ziyorat qildirib kelmoqda ekan. 2020-yil Xitoy virus vabosi tufaylidan o'tkazilmagan. Egilgan ma'lumotlarga asoslanganda Turkiyadagi ba'zi o'qitish partiyalar va ba'zi ommaviy tashkilotlar xiyolimdagi Xitoy nomli rasm chizish musobaqasiga qarshi turish uchun xiyolimdagi Sharq Turkiston temasida rasm chizish musobaqasi o'tkazishga tayyorlik qilmoqda ekan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi erishgan bir qism hujjatlarda oshkorlanishicha, Xitoy harbiy olimlari Xitoy virusi tarqalishidan 5 yil burun SARS tajisimon virusini biologiyalik qurolga aylantirish to'g'risida mulohaza yurgizgan ekan. Avstraliya hafta oxir gazetining koronavirus haqida yaqinda nashr qilinadigan bir parcha kitobdan naql elib xabar qilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministrligi bu vaqtdagi hujjatlarni 2015-yil qo'lga tushirgan ekan. Wuhan'da zodi nima bo'ldi nomli bu kitobni avstraliyalik jurnalist Sharri Markson koronavirus ustidan yapgan tekshirishlar asosida yozib chiqqan bo'lib, kitob yaqinda nashrdan chiqadi ekan. Ma'lum bo'lishicha, bu hujjatlar Xitoy ozodlik armiyasining tadqiqotchilari SARS tajisimon virusini biologiyalik qurolga aylantirish haqida yozgan, SARSning benormal manbasi va biologiyalik qurol sifatidagi sun'iy virusning yangi turlari nomli bir parcha tadqiqot maqolasidan ilingan. Hamda 3-dunyo urushining biologiyalik qurollar bilan qilinganligi ko'rsatilgan ekan. Xabarda naql qilinishicha, maqolada SARS tajisimon virusining yangi davrdagi gen qurollaridan bishorat berganligi, buni sun'iy usulda yangidan paydo bo'lgan inson kasalliklari virusiga o'zgartib, ondan onu qurolga aylantirib, ilgari ko'rilib boqmagan shaklda tarqatish qatorliq mazmunlar ko'rsatilgan. Maqolaning avtorlari Xitoy yuqumli kasalliklarining oldini olish idorasining sobiq muavin boshlig'i Li Feng, shundaqla Xi'an havo armiyasi tibbiy universiteti qarashliq olim va qurol mutaxassislar qatorliq Xitoyning bir qancha yuqori darajalik ommaviy sahiya va harbiy arboblarni o'z ichiga oladi ekan. Avstraliya hafta oxir gazetining bildirishicha, bu hujjatning soxta emasligi raqamlik adliya dalil isbotlari mutaxassisi Robert Potter tomonidan dalillangan ekan. 2002-yilda Xitoyda SARS virusi tarqalib, nurg'un odamning jiniga zamon bo'lgandan keyin Xitoy doiralari Wuhan institutida Xitoydagi 4 darajalik biologiyalik bexatarlik tajribaxonasi qurishni tasdiqlagan ekan. Xitoy virusi tunji bo'lib Xitoyning mazkur biologiyalik bexatarlik tajribaxonasiga yaqin Wuhan shahrida tarqalgan. Xitoy virusi tez sur'atda butun dunyoga yamrab, hozir qadar 158 millionga yaqin odamni yuqumlantirgan va 3 million 300 mingdan ortiq odamning jiniga zamon bo'lgan. Xitoy virusining tarqalish manbasi haqidagi talash-tortishlar har xil bo'lib, Dunyo sog'liqni tashkilotining mutaxassislari bu yilning 5-ida Wuhanda bir oy tekshirish yapgan. Lekin ularning tekshirish xizmati Xitoyning to'sqinligiga uchragan. Ayni chog'da Xitoy doiralarining Dunyo sog'liqni tashkiloti tadqiqotchilariga koronavirusining dastlabki yuqumiga oid ma'lumotlarni berishni rad qilganligi o'tirg'i chiqqandan keyin Amerika hukumati Xitoydan bu uchurlarni oshkorlashni talab qilgan va sog'liqni tashkilotining tekshirish ishlarining to'salg'usiz bo'lishi lozimligini ta'kidlagan. Afg'onistonning poytaxti Kabuldagi bir to'liq o'rta maktab 8 may kuni mashina bombasining hujumiga uchrab, qizlar ko'p sonli egallagan 68 kishi qazo qilib, 165 kishi yaralangan. Bu yerlik rayonning 1 yildan ko'proq vaqtdan buyon eng og'ir hujumiga uchrash ekan. O'ylamagan yerdan 9 may kuni kechda janubdagi Zabul o'lkasida yana bir avtobus portlashi yuz berib, kam deganda 11 kishi qazo qilgan, 28 kishi yaralangan.
Reuters agentligining xabar qilishicha, Zabul Valiy mahkamasi bayonotchisi Gulislam Sial hujumga uchiruvchilarning ko'pinchisining ayollar va bolalar ekanligini bildirgan. Amerika 11-sentabr kuni askarlarini chekindirganligini jakarlagandan keyin Afg'onistondagi hujumlar shiddat bilan o'rlashga boshlagan. Afg'oniston hukumatining rahbarligi Talibanning bu bir qator yuz bergan nishonliq portlash hujumlarining parda orqasida ekanligini bildirgan. Ammo Talibanlar bu jinoyatni rad qilgan. 9-chesla Talibanlar bu hafta ro'za hayit munosabati bilan 3 kun urush to'xtatganligini e'lon qilgan ekan. Aprel ayının oxirida Bill va Melinda Gates fondi jamiyati mablag' solgan Angliya biotexnik shirkati Florida Xaditosh orollarining 6 o'rnida geni o'zgartirilgan necha 10 minglagan pashini qo'yib bergan bo'lib, mazkur shirkat deniga qizitmasi, seriq qizitma va Zika virus qatorliq hasharot keltirib chiqaradigan kasalliklarga qarshi turish tajribasining bir qismi ekanligini bildirgan. Bu tajriba Florida oroli Xaditosh pashi kontrol rayoni bilan hamkorlashib berilgan bo'lib, Amerika muhit asrash idorasi, Amerika kasalliklarning oldini olish, kontrol qilish markazi va boshqa munosabatli organlarning tasdiqidan o'tgan. Inson va hayvonlarga yuqadigan ajalli kasalliklar pashi orqali tarqaladigan bo'lib, tadqiqot natijasida erkak pasha kishilarni chaqmaydi ekan. Faqat dishli pasha cheqish jarayonida kasallik tarqatadi ekan. Shunlashqa ba'zi olimlar erkak pashi genini o'zgartirib muhitga qo'yib bergan. Geni o'zgartirilgan dishli pashi bilan juplashgandan keyin ajalli genni paydo qiladi ekan. Nazariya jihatdan aytganda, buningdan kelib chiqqan dishli pashi avlodlari pishib yetilishdan burun o'ladi ekan. Bu orqali pashining ko'payishini kontrol qilib bo'ladi ekan. Xabarlarimizni ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.